Kurashdagi eng to'puvli priyomlarni bugun bizga Ayjan Xalmaxanov ko'rsatib beradilar. Ayjanni hali o'zlari 19 yosh bo'lishlariga qaramasdan, lekin jahonning 3 karra chempioni bo'lishga ulgurganlar. Ayjan, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun. Juda katta xursand bo'ldim. Xo'p, demak bizga o'zingiz eng yaxshi ko'rgan priyomlaringizni bugun o'rgatasizmi? Ha, albatta. Boshladingmi bo'lmasa? Boshladik. Ketdik. Birinchi usulimiz kachilka deb nomlanadi. Bu priyomimizda birinchi bo'lib o'ng oyoq oldinda turadi va kiriladi. O'tiramiz. O'tirgan paytimizda yelka ko'tarilgan bo'ladi doim. Bu yoqqa tortamiz qo'lini. Tep oldiga emas, bu yoqqa emas, yonga tortamiz mana. Buni da dansi ushlaymiz. İkinci usulimiz bidro deb nomlanadi. Boshdan bidro deb. Uni ana qo'lni olamiz birinchi. Bu priyomimizda birinchi qo'lni olamiz. Keyin oyoq har doim yana bunisi ham oldinda kiramiz. Biz o'tirganmiz, buni ham bu yoqqa tortamiz, oldiga emas. Ketdi. Ushlaymiz tushiga. Uchinchi priyomimizga kelganda bu Melissa deb nomlanadi. Ko'rsataman hozirlarga. Bu priyomimizda birinchi bu oyoq oldinda turadi, nabarot. Kiriladi. Kirilganda ko'tariladi. Bu yoqqa tortiladi. Ushlanadi deydi. To'rtinchi priyomimiz beldan bidro deb nomlanadi. Bu priyomimizni hozir ko'rsatib o'taman. Turadi. Bu priyomimizda birinchi bo'lib bu qo'l ishlanadi ikkitasi. Bitta tiqamiz. Keyin buni ochamiz. Tiqqan payti o'tiramiz yonga. O'tirib bu yoqqa tortiladi bu ham. Beshinchi priyomimiz pragib deb nomlanadi. Bu priyomimizda birinchi bo'lib tiqamiz, buni ham lahati birlashtiramiz. Keyin o'ng oyoq oldinga, yelka bilan hammasi bir vaqtda oltinchi priyomimizga o'tsak, kurashib kelganimizda bitta pastdan beramiz, atelab qiyma. Yelkasidan buzib boshini olamiz. Keyin bu priyomimizda ham keldik. Atelab beramiz. Bergan paytimizda bu oyoq oldinda turadi. Oyoqni urib chiqamiz. Keyin bu qo'lni oxirigacha tiqamiz. Yelkasini egib olamiz. Keyin bu yoqqa o'tamiz.
Bu tomonga. Orqaga emas. Mana endi 7-priyomizni ko'rsataman. Oxirgi usulimiz bu parda holatida bo'ladi. Yotganda bu priyomimizda birinchi bo'lib yelkasiga qo'l qo'yiladi. Svistok berilgandan keyin sразу ustiga chiqiladi. Qo'lni olinadi. Olib, davleniya beriladi oldiga yelkadan. Ikkita o'tkazamiz va turadi. Yelka yopishgan. Turgandan keyin ketdi. Tushgandan keyin zahat qo'yib yubormaymiz. Hurmatli bizani ekran orqali kuzatib turgan tomoshabinlar, ana endi eng kulminatsion joyiga keldik. Sizlarga tushuntirib o'taman. Ayjan challenge'imizning shartlari shunaqa, qarang. Birinchi 3 ta tartibda o'tadi. Birinchi shartimiz, birinchi challenge'imiz mana bunaqa bo'ladi. 1 daqiqa vaqt qo'yamiz. 1 minut ichida siz meni yiqitib berishingiz kerak. Xo'p, men xohlaganimni qila olaman. Masalan, qochaman, o'zimni himoya qila olaman. Qani ko'ramiz, balki yiqitarsiz, balki yo'q, bilmadim. Nechta yiqitsangiz ham menga farqi yo'q, to'g'risi. Xo'p, ikkinchisi, siz maksimal darajada o'zingizni o'qingiz atrofida aylanasiz, boshingiz aylanib qoladi-yu. Men o'sha paytdan foydalanib sizni yiqitishim kerak. Siz yiqilmaslikka harakat qilishingiz kerak. Xo'p, endi siz professional kurash sifatida shu shartni men o'ylab topdim. Bo'rada. Sizlar nima deysizlar? Xo'p, uchinchi shartimiz shunaqaki, siz bitta qo'lda, mana bunaqa. Bitta qo'lda kurashasiz. Men ikkita qo'lda kurashaman. Tayyormisiz? Aniq tayyormisiz o'zingiz? Men tayyorman. Bu tayyor bo'lsangiz bo'ldi, boshlaymiz. Tayyorman desam. Ketdik, bo'ldi. Hadi ichamiz. Bosh aylanadi. Ixtomini joy. Bunu boshini aylantirib ham qo'yarkanmi? Vaqtimiz bormi? Qancha bor? Qancha vaqtimiz bor? Sekin. Voy. O'rtoqlar, challenge'imiz 3-sharti esinglarda. Voy.
Bu yoqda havo yo'q ekan, o'shaning uchun. Xullas, Ayjan bitta qo'lda, men ikkita qo'lda kurashamiz. Hammasi albatta hazil edi. Chunki конечно, qaranglar, 3 karra jahon chempioni turibdi. Va bu men uchun ham juda katta dars bo'ldi. Qanaqa ma'noda juda ko'p narsa o'rgandim mana. Endi masalan, bu o'zi tog'am bilan biz ko'p kurashib turamiz. Shu priyomlarni tog'amga qo'llab ko'raman. Yo'q, hammasi yaxshi chiqib olmayapti. Rahmat Ayjan. Rahmat. Xo'p, ketdik.